Assalomu alaykum azizlar, hormanglar. Qishloqdagi tengdoshim deydi, qishloqdan gapiramiz. Osmonimiz musaffo, qishloq tinch. Sigirlar 80 sigirlarning suti 80 rubl bo'lyapti. Sigirlar o'zlari ham 80 ming atrofida rubl, echkilar 10 mingdan tepa, 10 ming rublga olsa bo'ladi. 2 litr, 3 litr sut berayotganini 15 ming, 16 mingga toza qoni ko'k deydiku, shunaqasidan olsa bo'ladi. Endi azizlar, qishloq qanchalar jozibador bo'lmasin, qanchalar chiroyli bo'lmasin, qanchalar guldor bo'lmasin, yashash uchun har doim ishlash kerak, pul kerak, boshqa kerak. Shuning uchun ishlab turgan odamlar birdaniga mol qilaman, birdaniga 50 ta, 60 ta deb rosa nima qiladi, lekin ko'pchilik ko'rmadim. Hali qayerlardadir firmalar mollar qilayotganlarda juda ko'pchiligi VNJ'si bor, grajdanstvasi bor. Azizlar, siz bizga o'xshab patentda kelib qilayotganlarni men hali ko'rmadim, balki qilayotgandir. Chunki patent bu птичьи prava degani. Ozginagina haqqingiz bor degani. Lekin o'zingiz uyingizda patentda yashasangiz ham 5-6 ta molni svobodno boqsangiz bo'ladi. 10 ta 15 ta bo'ladi, keyin o'zi avtomatik sekin-sekin ko'payishi kerak. 50 ta molni birdaniga qo'ysangiz, qo'shningiz sirazu noto'g'ri xayolga borishi mumkin. Hech kim xohlamaydi. Tinchgina bo'layotgan joyda birdaniga ferma bo'lib ketishini. Men yaqinda ligimni qo'shnimga gaplashganimda aytib qoldi-da, qo'shnimiz dedi, bir qo'shni ko'chib kelgan dedi. Narog'imizda 2 gektar yer olib, 2 gektar, 3 gektar yer olib, alkashlarni olib kelibdi deydi. Shahardan. Haqiqatan alkashlarni olib kelibdi, ishchi yo'g'iga deydi. Nima qilmoqchi ekan? Parnik qilmoqchi ekan deb. Yomon nimada aytyapti. Alkashni ham olib keladimi, ishlamaydiku, men yerda ko'chada alkash yurgani qoladi deyapti. Bu gapi ham to'g'ri. O'zimizning o'zbek, tojikka o'xshab musulmonlarni olib kelsa, o'zi aytayotgan odam ham o'zimizdan-da prosta. Demoqchi bo'lganim, ko'chadagi duch kelganda olib kelavermay, Mardikor bozoriga borsa o'zimiznikilar bor yoki bo'lmasa O'zbekiston, Tojikistondan oilalarni olib kelib, ana shundagina biron bir narsaga erishsa bo'ladi. Ko'chadagilarga ishonch yo'q. Keyin mahalla kuyi ham darrov har xil odamlar kelganiga, har xil nimalar kelganiga mahalla kuyi ham darrov bosh ko'tarishni boshlaydi, azizlar. Shuning uchun 5 ta, 10 ta, 20 ta, 30 ta molni qilaman deydiganlar o'zining uyi bo'lsa, o'zining uyida yashasa, o'zining uyiga propiskali qilsa, qo'ni-qo'shni bilan tanishadi. Qo'ni-qo'shni bilan tanishgandan keyin, ha, qanday yaxshimisizlar desa, biz o'zimiz shu mol qo'y qilib yurgan odammiz, sekin-sekin mol qo'y qilamiz. Sut qatig'ida ichasizlar desa, hamma yerda muomala bo'lsa chiroyligina o'tib ketadi, azizlar. Muomala bo'lsa hammasini qilsa bo'ladi. Endi qishloqchilik shuda. Qishloqchilikda hamma bir-birini taniydi. Birovni aldayman, birovni nima qilib ketaman deb qilishi juda qiyin. Yaxshi gaplashib, millatidan qat'iy nazar muomala qilsangiz, to'g'riroq aytadigan bo'lsa, siz qanday bo'lsangiz, sizga o'shanday duch keladi. Siz agar miyangizda boshqa din vakili, boshqa millat vakili deb miyangizda natsizm g'oyasi bo'lsa, sizga ham xuddi aks beradi odamlar. Tushunyapsizlarmi? Agar siz ko'ngilchan bo'lib, normalniy bo'lib joylashsangiz, добро пожаловать. Bemalol harakat qilsa bo'ladi, azizlar.